Adam yana begona xotinlar bilan yuribdi ekanlar. Jonga tegib ketdi-yu bu odamni bu ishlari, Quyilarmikinlar yo'qmi? Katta odam qachongacha davom etadi? Hay. Nima bo'pti ekandim mana? Voy. Buncha bemalolsiz, ona, ha? Og'aylarim ustimdan kulurib, o'sha jonimga tegib ketdi. Adeyni yana bitta xotini bormi deydi bittasi. Bittasi ani kichkina oyinda ustimdan kuladi. Odamga bitta chora ko'rmasa bo'lmaydi. Nima chora? Qanaqa chora? Sen otang haqida gapiryapsan. Sen bekami po'stsan. Sen shu darajaga yetkazib qo'ygan otang bo'ladi. U otani hech qachon muhokama qilinmaydi. Hech qanaqa chora ko'rishga sen haqqing, huquqing yo'q. Sen chorani yaxshisi o'sha hammani orqasidan gapiradigan Xizali o'rtoqlaringga qo'llagin.